Assalomu alaykum hammaga. Bugun 22-elementimiz Titan bilan tanishamiz. Titan yunoncha Titan, ya'ni dev degan ma'noni anglatadi. Atom raqami 22 bo'lgan kimyoviy elementdir. Titanning kimyoviy belgisi T. 1791-yili ingliz olimi William Gregor tomonidan kashf etilgan. Xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, atom raqami 22, atom massasi 48, normal sharoitda titan qattiq, rangi oq kumush, klassifikatsiyasi metal, elektromanfiyligi 1,5, qaynash temperaturasi 3560 Kelvin yoki 3287 Selsiyda bo'ladi. Erish temperaturasiga keladigan bo'lsak, 1941 Kelvin yoki 1668 Selsiyda bo'ladi. Zichligi 4,506 gram taqsim santimetr kubni tashkil etadi. Titanda kristal panjarasi mana shunday tuzilgan bo'ladi. Endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, titanda kimyoviy belgisi T, atom tartib raqami 22, nisbiy elektromanfiyligi 1,5, atom massasi 48, elektron konfiguratsiyasi 3d2 4s2 ni tashkil etadi. Endi tasviriga o'tadigan bo'lsak, titan bo'laklari jami massasi 0,3 grammni tashkil etadi. Mana shu kolbani ichidagi hammasi. Endi atom tuzilishiga o'tsak, atom tuzilishida 22 ta elektrondan tashkil topgan. 22 ta elektron doimo harakatlanadi va atom markazida 22 ta protondan tashkil topgan va 26 ta neutrondan tashkil topgan bo'ladi titanda. Bugungi titan haqida o'rganadigan narsalarimiz shulardan iborat edi. Rahmat hammaga.